Peshonasi kattaroq bo'lgan qizlar, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun juda ham yarashadigan soch turmaklarini topib qo'ydim. Birinchisi qirqilgan yoki yondan tushirilgan qo'shqasimon sochlar. Yuzni yanada muvozanatli ko'rsatishi mumkin. Ikkinchisi qalin va uzun qo'shqasimon, ya'ni cho'lkali sochlar peshonani qisman yopib, diqqatni ko'zlarga qaratadi. Uchinchi o'rinda yuqoridan biroz ko'tarilgan to'lqinli sochlar hajm yaratib, peshonani vizual kichraytiradi. To'rtinchi o'rinda yon tomonga taralgan sochlar yuzni uzunroq ko'rsatib, peshona kengligini kamaytiradi. Beshinchisi orqa yoki yon tomonga yengil yig'ilgan sochlar. To'liq taramagan holda biroz tushirilgan sochlar peshonani yanada kichkinaroq qilib ko'rsatishi mumkin. Oltinchisi sochni kare qilib kesish. Ishonamanki, bunday sochli qizlar bo'ylari uzunroq ko'rinadi, peshonalari biroz katta bo'lganligi tufayli. Yettinchisi katta jingalak qilish yoki yengil to'lqinlar qilib sochni oldinga tushirib olish. Bular ham juda ham yarashadi. Ha, aytgancha shunaqa videolar qiziqarli bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.